Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini anglag'aysizlar. Milodiya 1442-yili qish. 2 kundan beri to'xtamay yig'ayotgan qor Turpan shahrini boshqacha muzlatib o'tgan edi. Onun aksicha, Lashkari divanning o'rinbosar amiri Mirza Temur Buqabegning qasri boshqacha qizib ketgan edi. Temur Buqabegning shohnishidan qilishmag'idek cho'nglikda yasilib, hashamatlik bezalgan mehmonxonasining to'rida Sultan Isom Bug'axon o'tiradi. Xon texi amdila 21-22 yoshlarning qarasini olgan bo'lsin, eshig maskanmagan holda qursoq selib samirib qolgan edi. Boshqa amirlar xon bilan 3 qadam orliq qoldirib, martabalar bo'yicha dasturxonni cho'ridab o'rin ilishgan edi. Xonning oldiga ayrim, amirlarga ayrim dasturxon selingan edi. Har ikki dasturxonga bu iqlimdan tepildigan turli noz-ne'matlar tizilgan bo'lib, piyola qo'yg'idekmi bo'sh o'rin qolmagan edi. Paga tarafdan o'rin ilishgan sozandalar, dod, dutar, tambur, g'ijak, qalin qatorliq sozlarni tankash qilib, turpan naqshlarini o'rindayotdi. Barliq amirlarning chehrida cheksiz bir xushamat jilva qiladi. Temur Buqabeg dasturxondagi ne'matlarni pat-pat almashtirg'izib, Isom Bug'axonni dasturxonga yangi keltirilgan ne'matlardan tetib yiqishga taklif qilib turadi. Orada amirlarning hammasi degidek jam bo'lgan bu so'rinda Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan Qori divan amiri Supurgi Mirza ko'rinmaydi. 2 yildan beri saltanat ishlarini mustaqil bajarishga boshlagan Sultan Isom Bug'axon kunlarini bazma, sharaf, borobat bilan o'tkazadi. Har xil usullar bilan uni olqiniga ilib olgan amirlar ashundoq yomon yutib qo'ygan edi. Isom Bug'axon taxtda o'tirgan dastlabki yillarda bo'si Ulusbegi Mir Muhammad Shohdan xeyli tap tortib yurdi. Mo'misi Sultan Xotunni pat-pat yo'qlab berib, nasihatlarini jim turib angladi. Saltanat ishlarini Qori divan amiri Supurgi Mirzaning maslahati bilan bajardi. Qashqarda uzunroq turib qolgan Amir Kabir Saydali olibni pat-pat aslab turdi. Lekin bundaq ahvol ancha uzoq davomlashmadi. Balog'atga yetib yoshlik mavsumiga qadam qo'ygan Isom Bug'axon atrofini qatma-qat o'rib olgan xushomatchi amirlarning qo'rshovidan qutulolmadi. Bu amirlar yosh xonga yaxshi ko'rinish, ishonchini qo'lga keltirish, mansab martabasini o'stirish ko'yida qo'lidan keladigan xushomatlarning hammasini qildi. Uni sharobga, bazmiga, aysh-ishratga o'rgatdi. Isom Bug'axon bora-bora bu amirlardan ayrilmaydigan, ular qayoqqa boshlasa shu yoqqa mangadigan bo'ldi. Og'riqchan bo'si Ulusbegi Mir Muhammad Shohni ancha hurmat qilmaydigan, Qori divan amiri Supurgi Mirzaning maslahatlariga quloq solmaydigan, mo'misi Sulton Xotunni yo'qlab olmaydigan, Sulton Xotun o'rniga kelsin, yo'qidan bahona sabablarni ko'zitib ko'rishmaydigan bo'lib oldi. Qashqardagi Saydali olibni bo'lsa, butunlay esidan chiqardi. Ana shu xushomatchi amirlarning beshi Temur Buqabeg edi. Ular Amir Kabir Saydali olibning o'rniga qaytib kelishidan qattiq ansiraydi. Uning Qashqardan qaytib kelishining oldini olish uchun turli hiyla-nayranglarni o'ydirib chiqardi. Isom Bug'axonga Oqsu, Qashqar, Yorkent, Xotan viloyatlarida tafriqchilik paydo bo'lganligi haqida yolg'on ma'lumot yo'llab, Saydali olibning Qashqarda yana bir mazgil turishini tavsiya qiladi. Isom Bug'axon bo'lsa, bu amirlarning har qanday ma'lumotiga ishonadi. Xon bu qitimmo ularning maslahatiga kirib, Saydali olibni o'rniga qaytarib kelish xiyolidan yoltaydi-da, yangidan Manglay Suyar amir mahkamasi ta'sis qilib, Saydali olibni Manglay Suyarning bosh amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Shuning bilan Saydali olibning o'rniga qaytib kelish yo'li butunlay uzildi. Uning sizmo Xotan, Charchan va Oltintog' vodisida bir necha qatim to'polon yuz berganligi uchun Saydali olib o'sha to'polonni tinchitish bilan bo'lib ketgan edi. Temur Buqabeg boshchiligidagi xushomatchi amirlar bo'lsa, Saydali olibga o'rdadagi ishlarni ko'ptirib ma'lumot yo'llaydi. Xondan, o'rdadan, saltanatdan xotirjam bo'lishni tavsiya qiladi.
Süpürgü Mirza Sultan İsanbug'axonning burunqidek maslahatiga kirmaydigan bo'lganligini, hadisi amirlar bilan bazmi uyushtirib, sharobbozlikqa, aysh-ishratga berilib ketganligini, saltanat ishlarining tashlanib qolganligini aytib Saydali Olibga maktub yo'lladi. Saydali Olib bu xususda qaynonasi Sultan Xotundanmi, tog'asi Mir Muhammad Shohdanmi maktub topshirib olgan edi. Ammo Sultan İsanbug'axon hozir bola emas, cho'pchang yigit bo'lib qoldi. Saltanat ishlarini o'z oldiga bir taraf qilg'uchiligi bor. Balkim ular xon oliylarini hozirgacha bola chog'lab qo'ygan bir qism maslahat tavsiyalari qabul qilinmasa, o'zlarini e'tiborga ilinmagandek tuyg'uga kelib qilib, ranjib qolgan bo'lishi mumkin. Xon oliylarining Temur Boqabay qatorliq cho'ng kichik amirlarni e'tiborligini, o'rda ishlarini ular bilan maslahatlashib qilgani bu yaxshi ahvol. Temur Boqabayga marhum Sultan Uvaysxon oliylari hayot vaqtida bir qancha qitim janglarga qatnashgan to'hbikor sarkarda, uning sadoqatidan gumonlanish hojatsiz. Xon degan amirlari bilan ancha-muncha sharobbozlik qilib, bazmi barobat qilsa ayblab ketishning hojati yo'q. Jannat makon Sultan Uvaysxon oliylarimi shundoq qiladi. Yoshlarning undoq-mundoq xuy mijozi bo'ladi, sukut qilmoq kerak deganlarni xiyoldan o'tkazib, ancha e'tibor qilib ketmadi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Qashqar. So'gatlar cho'qantal bo'lib, o'riklar chechaklab, havo obdan ilib qolgan edi. Amir mahkamasining org'oylisidagi o'riklik bog'ida o'z yolg'iz u yoqdan bu yoqqa menib yurgan Saydali Olibning allanimalarnidir xiyol qilayotganligini yoki chechak saylisi qilayotganligini bilgili bo'lmaydi. Chas soqollarga xiyil oq kirib qolgan bu buyuk sarkardaning chinoridek basti biroz mo'chib qolgan bo'lib, u shundoqli qaragan kishiga yelkisida g'oyat ig'ir bir yukni tanho ko'tarib turayotgandek tuyg'u beradi. Shu topda uning g'o'chchida chechaklab, bog'ni holrang tusga kirgizgan o'rik, bodam chechaklaridan suv og'idek hafsalasi yo'q edi. Cho'risiga qo'riq tushib, biroz qisilib qolgan purkut ko'zlari allaqayoqlarga maqsadsiz tikiladi. Sutrang xo'tan qog'oziga yozilgan bir parcha xat to'gi topunidek yo'g'on olqonlarda mijilib ketgan edi. Ko'z oldidan yiroq o'tmishdagi hayot musofasi lip-lip qilib o'tadi. Ana, yuragiga tunji qitim ishq o'tin yoqqan Andijon go'zali Zaynab bebi shoir romani bilan yuzini yerim yo'gab, xuddi bulut orasidagi to'lin oydek nozliq morg'inicha nozik qo'llarini pulanglatib, uni yeniq sharatlab Samarqand bilan Herat oralig'idagi tog' bag'rida ashaddiy raqibi Mirza Ulug'bekka hamla qilib kelgan yirtqich yo'lvoz bilan tanho ilishyotdi. Tarim Lob vodisidagi to'g'raqliqlarda Sulton Shir Muhammad xonning lashkarlaridan qechib, qadrdon do'sti Sulton Uvaysxon bilan mo'kinib yuradi. Tarim daryosi bo'yidagi to'g'raqliqqa tikilgan chedirda suyimlik mahbubisi Uz Sulton Malika bilan tunji oqshomning shirin lazzatini tetiyotdi. Borgul yayliqida Eson Toyshib boshchiligidagi Mo'ng'ul bosqinchilarining beshida ajal qilichini o'ynatib. Sulton Uvaysxonning buyuk Mo'g'uliston saltanatining taxtida o'ltirgan chog'dagi kartinalar esiga kelishi bilan Saydali Olibning ichiga gurrida bir illiq iqim tardi. Faxrlik tuyg'ulardan bir necha daqiqa hayajonlandi. Biroq Ili vodisidagi Eson Toyshi bilan bo'lgan jang esiga kelishi bilan vujudidagi hayajon shippi besilib qoldi. Uning o'rniga ko'ngil qasriga azob bulutlar og'inisini, qarindoshlarini, taxt saltanatni, el yurtni bosqinchilardan qutuldirib kelish uchun Eson Toyshiga yotliq bo'lish qaroriga kelgan Malika Maxtum Suluning mardona qiyofati ko'z oldida qayta zohir bo'lishi bilan vujudini ochiq hislar iskanjiga ilib oldi. Ayollar toifasidan o'shandoq himmatli bahodirlar chiqadi ekan. Est, mana yigitga tegishsiz qiz edi. Alloh egam uning bilan qayta didorlashishga nasib qilarmikin?
Aradan shuncha yil o'tibdi. Dastlabida Eson Taysidan ikki o'g'il farzand yuz ko'rganligini anglab edik. Keyincha hech qanday xat xabar bo'lmadi. Ilgari Sulton Malika o'z singlisining gapini qilib, pat-pat ko'z ish qiladi. Hozir bola bilan bo'lib ketib, ancha tilga olmaydigan bo'ldi. Mendan yoshirinch ko'z ish qildigan-da balkim. Qiynanam Sulton xotunning vujudidagi qaysarlik Maxtum Suluxinimga jo'lti qaptikanmi deyman. Jo'lta, udum, ersiyat, debdi izohatda. Marhum Jannat Makon Sulton Uvaysxon oliylari o'z suyimlik singlisini Qalmoqxonga berishga majbur bo'lib, bir umr azoblandi. O'zini kechirolmadi. Gunohlik ish qilib qo'ygandek, o'g'illik majburiyatini ado qilolmagandek tuyg'uga kelib, kunlarini xijillik ilkida o'tkazgan edi. Sulton Uvaysxonni esiga elish bilan Saydali olibning vujudini kuchli qayg'u hasrat chirmab oldi. Osh chog'da issiqko'l vodisiga xon oliylar bilan billa borsam bo'pti ekan. Tomodab qilishgan qonchilik kasal edi u. Mapida o'ltirib olsam yo'l bo'yi teviplarning dorisini ichib saqib ketar bo'g'iydim. Turponni qiyib qosla desa, farmonini yiranmay ma'qul debdiman. Xon oliylarning farmoniga sarkaslik qilgan bo'lsam, yomini kes mendan ranjib qolar edi shu. Taqdir iroda shundoqkan deyman. Ajab yosh ketib qoldi. Xonish Dövlət Sulton Malika hilimi mendan xafa yuramdiganda. Osh chog'da nemishqim shunchalar shaxsiyatchilik qilgan bo'g'iydim. Taxtda kun tura xonishdan tug'ilgan xonzod o'ltirsanim bo'ldi, Dövlət Sulton xonishdan tug'ilgan xonzod o'ltirsanim bo'ldi. Her ikkilisi marhum Jannat Makon xon oliylarining pushti farzandi, yurak parisi edi. Saydali olibning ko'z oldiga Sulton Uvaysxon o'lib ketgandan keyin qaysi xonzodini xon qilib tiklash haqida o'rdida yuz bergan talash-tortish kelishi bilan vujudini kuchli xijolat, nomus tuyg'ulari chirmab oldi. Shu chog'da Dövlət Sulton xonishning shahnishindan chiqib ketib etib, loppida qaragan qiyofatini hargizmi unutay olmaydi. Xonish osh chog'da nima maqsad oshunda qaragan bo'g'iydi? Nima demoqchi bo'g'iydi? Balkim taxt saltanatning hech kimga mangu boqivanda emasligini bildirib qo'yg'isi kelgan bo'g'iydi. Shundoq. Xonishning oshu bir daqiqa qarashlarida o'kinishmi, nafratmi, masxarami, yaratmaslikmi, esizotlarga xos g'ururmi bor edi. Qarmoqqa yengilganda qilgan bilan amaliyotda ayollarga xos jasorat bilan Saydali olibni yer bilan yakson qilgan, muzlab ketgan vijdoniga o't tutashtirib o'ldirgan edi. Mana, Saydali olibning vijdoni ta hozirgacha oshi o'tda kuyayotdi, azoblanyotdi. Rost. Shu chog'da u kichik xonzoda Eson Bog'axonni taxtda o'ltirg'izib, nimaga erishmoqchi bo'g'iydi? Saydali olib yaqindan beri o'zidan necha yuz qitimlab so'ragan bu savoliga qoyil qilarlik javob topolmadi. Shu chog'da shaxsiyatchilik, jamiyatdoshlik tuyg'ularining g'olib kelganligiga iqror bo'ldi. Mana, Eson Bog'axonni taxtda o'ltirg'izdi. Qashqarni Mirza Ulug'bekdan tortib elib, ota-bobolarining marhum xonning orzu-armonlarini amalga oshirdi. Shundan buyon Qashqarda medirlamay turibdi. Dastlabda Mirza Ulug'bekning qayta lashkar tortib kelishdan ansirab, Qashqarda bir mazgil turish xiyoliga kelgan edi. Keyin Mirza Ulug'bekdan hech qanday sharti bo'lmadi. Samarqandga ahvol egilashga avatgan oyg'oqchilari Mirza Ulug'bekning rasadxona qurish, ilm tahsil qilish, pat-pat g'avg'o ko'tarib turgan Eshon shayx nizomining xomush boshchiligidagi tariqat kuchlariga taqobil turish bilan bo'lib, bu yaqinda Qashqarga lashkar tortish xiyolining yo'qligini bilib keldi. Bu chog'da uning allaqachon Qashqarga mehri tushib qolgan edi. U
vujudida paydo bo'lgan bu xil mehrni dadasining uzun mezgil Qashqarda amirlik qilib turganligidan yoki bo'lmasa bu qadimiy saltanatlik yurtqa ota bobolarining kindik qini to'kilganligidan bo'lsa kerak deb tushunadi. Amaliyotda Saydali olibni kichikidan yenidan ayirmay o'z tarbiyasiga olgan buvisi Ulusbegi Xudoydod uningga Qashqar haqida nurg'un qitim so'zlab bergan edi. Xo'ja Sharif isyon ko'tarib Qashqarni Mirza Ulug'bekka ikki qo'llab tutganda bu qadimiy shahardan ayrilib qolganiga eng echingan kishi oshi buvisi Ulusbegi Xudoydod edi. Buvisining Qashqarni qaytarib olish uchun qanchalik tirishchilik ko'rsatganligini u obdan biladi. Afsus, u peshqadam amirga Qashqarning o'z egalarining qo'liga qaytib kelganligini ko'rish nasib bo'lmadi. Saydali olib dadasidan bakrak buvisini seg'inadi. Uning Sulton Uvaysxonning ijozat bermasligidan ansirab, haj qilish uchun hech kimga to'ydirmay, ikki haramga ketganligi sababidan buvisi bilan eng oxirgi qitim didorlashib, xo'shlasholmaganligidan afsuslanadi. U Qashqarni qaytarib olgandan keyin buvisining derkini elish uchun Makka Madinaga ikki qitim choparman mang'uzdi. İkinci qitim ketgan choparman buvisining sadoqatli navkari Qanotbekni billa elib keldi. Qanotbek uningga Ulusbegi Xudoydodning Makkada qazo qilganlik xabarini yetkazdi-da, yana Makkaga qaytishga oldirdi. Saydali olibning Qashqarda turib qolish taklifini silliqla rad qildi. Mening tirikimmi, o'likimmi Ulusbegi hazratlariga hamroh bo'ladi. Meni Qashqarda qilib qilishga da'vat qilmasizlar. Allah xolisa Makka mukarramni bir umr tavab qilgach, jannat makon Ulusbegi hazratlarining maqbarasidan xabar olg'ayman, dedi. Saydali olib bu sadoqatman vafodor yigitning bergan javobidan qattiq ta'sirlandi. Uni bag'riga besib turib, o'kirib yig'lavatdi va yetarli xaraj-xarajat berib, uzitib qo'ydi. Keyingi vaqtlarda Saydali olib cho'ng og'achisi Uz Sulton Malika bilan kichik og'achisi Bibi Oyat xonimning qayta da'vat qilishi bilan Turpanga qaytib ketish qaroriga kelgan edi. O'ylamagan yerdan Sulton Eson Bug'axon uni Mo'ng'lay suyarining bosh amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Shuning bilan uning Turpanga qaytib ketish umidi yo'qqa chiqdi. Endi u o'zi xohlagancha Qashqardan ketolmaydi. Buning uchun xon yorliq tushirishi kerak edi. Uz Sulton Malika bilan Bibi Oyat xonim Turpanga ketish niyatidan yonmagan edi. Saydali olib ilojsiz Turpanga qaytish to'g'riliq Sulton Eson Bug'axonga iltimos sunish qaroriga keldi. Dal shu paytda Xotan, Charjan, Oltintog' vodisida orqa-marqadan to'polon yuz berdi. Bu to'polonlarni tinchitish Mo'ng'lay suyarining bosh amiri bo'lgan Saydali olibning majburiyati edi. 2 yilga yaqin vaqt shu taraflarga lashkar tortish bilan o'tib ketdi. U o'rnidan ancha voyim yeb ketmadi. Sulton Eson Bug'axon tex kichik bo'g'ini bilan qishida Saydali olibning tog'isi Sulton Eson Bug'axonning ona taraf buvisi Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan sadoqatman, tadbirlik amri Supurgi Mirza bor edi. Shu sababli Saydali olib o'rda saltanat ishlariga ancha boshqa turib ketmagan edi. Biroq keyingi vaqtlarda tog'isi Mir Muhammad Shoh bilan Qori divan amri Supurgi Mirzaning Sulton Eson Bug'axondan ranjib, Temur Buqubagni yomonlab yo'llagan shaxsiy maktublari kelishga boshladi. Lekin u Sulton Eson Bug'axon oliylari endi cho'ng bo'lib qoldi. O'z oldiga saltanat ishlarini bajaradigan vaqti yetdi. Uni yanada bola chog'lab saltanat ishlarini bartaraf qilishga urinishib olmaslik kerak. Mushundaq qilib yurib saltanat ishlariga pishsin. Bizmi bir umr xon oliylarini papilab aql ko'rsatib o'tolmaymiz. Tog'am bilan Supurgi Mirza bu tarafini tushunsa yaxshi bo'ladi. Balkim Sulton Eson Bug'axon oliylari Temur Buqubay qatorliq bir qism amirlarning taklif tavsiyalariga hurmat qilgan, qo'llagan bo'lsa, tog'am bilan Supurgi Mirza o'zlarini xonning oldida e'tiborsiz qolgandek, xonga homiy bo'lishdan qiyib qolgandek tuyg'uga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bola jinida cho'ng bo'lib ota-onasining quchqig'i chiqmas bo'lib olsa, ha desa o'yin o'ynash uchun taloga qochsa, yangidan tutgan do'stlar bilan bo'lib ketsa, ota-ona bo'g'ichi
balası özdən yıraqlaşıb qalğandək, özlərinin balalarına kerik qalmağandək, yanı tapqan dostları balasını yaman yolğa başlaydıqandək tuyğuğa kelib rənciydi, əndişi qılıdı. Tağam bilan Süpürgə Mirzənin rəncişimi dəl şununğa oxşaydı. Ular asta-asta to'g'ri tushunib qalır. Sultan İhsan Buğaxan oliylari Temur Boqubekka o'xshash bir qism yosh amirlarni e'tiborligining ular bilan yaqin o'tganining ziyni yo'q. Saltanat ishlarida hamon ishonchli, sadoqatman amirlarga tayinadigan gap deb o'ylab, ularning maktublariga e'tiborsiz qaradi. Qaynonasi Sultan Xotunning darhol o'rniga qaytib kelish haqida yo'llagan maktubini bo'lsa, o'zini Turponga qaytishga zo'rlab berishga yuzi chidamagan cho'ng og'achisi Sultan Malikining onasini ishqa selib, uni onasi orqali Turponga qaytishga ko'ndirish uchun o'ylab topgan amal bo'lish kerak deb ishongan edi. Lekin u bugun qo'liga tekkan maktubni ko'rib, birdanla cho'chib qoldi. Maktubni qaynonasi Sultan Xotun o'z qo'li bilan yozgan, tog'asi Ulug'bek Mir Muhammad Shoh bilan Süpürgə Mirza alohida imzo qo'ygan edi. Buni odatdagi bir maktub degandan ko'ra jiddiy ma'lumot degan tuzuk edi. Hatto Sultan İhsan Buğaxanning Temur Boqubekdan boshqa hech kimning gapiga quloq solmaydiganligi Süpürgə Mirzaning Qora divonning amirligidan qoldirib, o'rniga Temurbekni mansabga tayinlaganligi, Mir Muhammad Shohni bo'lsa, yo bo'vi qatorida yoki Ulug'bek qatorida ko'maydiganligi, hurmatlamaydiganligi, Momsi Sultan Xotun qasriga oylab oyoq bosmaydiganligi, ikki divonning amirligini qo'liga elib olgan Temur Boqubekning xon oliylarining nomida o'z yaqinlarini xohlagancha mansabga qo'ydiganligi, o'rtada mansab setish, pora ilishning adab ketganligi, bir qism amirlarning Sultan İhsan Buğaxandan o'rnidan ko'ngli sovib ketganligi, eng muhimi Sultan İhsan Buğaxanning buva mo'malarining amirlarining nasihatiga quloq solmay, Temur Boqubekning qiziga o'ylanmoqchi bo'lganligi, to'y kunining yaqinlab qolganligi, mushundoq ketaversa, o'rnida emas, butkul el yurtda cho'ng g'avg'o ko'tarildiganligi, elimi yurtlardan ostoniga arzdod etib kelguchilarning oyog'i uzilmayotganligi, ikki divonning huquqini qo'liga elib olgan Temur Boqubekning o'rnini tizginlab, hech kimni ko'zga ilmayotganligi tafsiliy yozilgan edi. Xatni o'qib, Saydali olibning ko'ngli to'limi g'ash bo'ldi. Sultan İhsan Buğaxanning to'ydan iborat mushundoq cho'ng ishni o'ziga xabar qilmaganligidan ranjidi. Hisoblab ko'ruvdi, xatda xonning to'y qilish ehtimoli bor deb yozilgan vaqtdan allaqachon bir oy eshib ketganligini bildi. Sultan İhsan Buğaxan rostdan ashu muhlatda to'y qilgan bo'lsa, Temur Boqubek bu chaqqa allaqachon uningga qiynati bo'lib bo'lgan, o'rdidagi eng hurmatli martaba ataqqa erishib bo'lgan bo'ladi. Saydali olib Güdak İhsan Buğaxanni o'rdida yolg'iz tashlab qo'yg'iniga tunji qitim pushaymon qildi. O'zini xonning nima uchun Mo'g'lay Suyarning bosh amirligiga tayinlab, tuyuqsiz yorliq tushirganligining sababini ozroq tushungandek bo'ldi. Azaldan saltanatimizda Mo'g'lay Suyarning bosh amirligi deydigan mansab yo'q edi. Orada Mo'g'lay Suyar amir mahkamasi ta'sis qilib, bosh amir qo'ymasimi, Mo'g'lay Suyar tavasidagi viloyatlarning amirlari o'xshashli bu yurtlarni sadoqatmanlik bilan boshqarib, o'rniga topshirish tegishli bosh xarajatlarni vaqt qarorida yetkazib berib turgan emasmidi? Nomda Mo'g'lay Suyarning bosh amir bo'lgani bilan amaliyotda Qashqarning haqiqiy amiri bo'lib keldim. Boshqa viloyatlarning amirlaridan farqlanadigan yerim qo'limda bir tuman xon lashkari bor. Mo'g'lay Suyar tavasidagi viloyatlarning amirlarini yana o'rda tayinlaydi. Mening ularni mansabdan qoldirish, tayinlash huquqim yo'q. Necha yildan beri ular meni o'rda lashkari divonning amirga bir deb bilganlik uchunla lashkari ishlarda hukmimga itoat qilib, hurmat ko'rsatib keldi. O'tgan yili kuzda Yorkent amiri Mustafa Mirzaning hazratlari Qashqarning amirligini ishonchlik birga topshirib berib, yana o'rniga qaytganlari lashkari divonni qo'llariga ilib, xon oliylarining yanada amirga birlik martabalarini joriy qildirganlari afzal edi degani bekor emaskanda. Shu chog'da nemishqa bundoq deydigan deb
ko'nglimga kelgan bo'lsa-mu, gapining tegida gap borligini xiyol qilmagan, moddasini ishkirlab bilib baxmagan ekanman. Ahvoldan qaraganda ordadagi ishlardan menli xabarsiz yurgan o'xshamamdi men. Acaba xon oliylari nomida pat-pat kelib turadigan ordu ishlari haqidagi ma'lumotlarni qandoq tushunsam bo'lar? O ma'lumotlar rostini xon oliylarining farmoni bilan yo'llangan bo'lmaymidi? Yoki Temur Boqubek meni xotirjam qilish uchun xon oliylarining nomida yo'llagan bo'lmaymidi? Aslida u xon oliylarining qo'l ostidagi bir amirga ordu ishlarida ma'lumot yo'llash majburiyati yo'q edi. Ma'lumot yo'llash to'g'ri kelsa, qora divan yo'llaydi. Haras maktubga yozilishicha, Supurgi Mirza qora divanning amirligidan allaqachon qoldirilib degan emasmi? Bularning hammasi Temur Boqubekning o'yini ekanda. Ordadagi amirlarning sadoqatiga cheksiz ishini ostonaga oyg'oqcha avatishdan, xon oliylarining ahvolini xufiyona tinglashdan hayo qilibdiman. O'zimdan o'tibdi. Supurgi Mirza janoblari nemishqa bu ahvolni ochiq yozmadikina? Bu amirning ehtiyotchiligini ko'mamdigan. Sulton Isanbug'a xon oliylari bilan o'ttiramda ziddiyat paydo bo'lib kelishidan, yo'llagan ma'lumotga ishonmasligimdan voyim yeganchadi. Emismi, uni yo'llagan maktubini nemishqa tafsiliyroq ko'rmagandiman. Nemishqa e'tiborsiz qaragandiman. Oshi yo'qitib degan gaplarning tegida gap bor ekan emasmi? Ahvol bu darajaga yetganda, darhol ostonaga qaytsam qandoq bo'lar? To'xta. Temur Boqubek xon oliylariga qiynati bo'lib qolgan bo'lsa, bu chaqqa jim yotmadi. Oldirab tenib bağının bilan hech ishni vujudga chiqarmaslikkin, hatto xon oliylar bilan zidlashib, o'ttirimizda ixtilof paydo qilib qo'yishim mumkin. Agar shundoqli bo'ladigan bo'lsa, bu ishning oqibatini tasavvur qilmoq tez. Men boshda Temur Boqubekka bakli ishini sal qarabdiman. Boshqacharoq bir amal topay. O'zim Turpanga bormay, xon oliylarini bu yonga keltirishning biror amali bo'lmasmi? Masalan, ostonani ko'chirish degandek. Poytaxt qilishga Turpandan Oqsu, Qashqar yoki Yorkent eng muvofiq edi. Xon oliylar ostonani ko'chirib kelishga ma'qul bo'lsa, ordini Temur Boqubekning ta'siridan qutuldirib olmoq oson tushadi. Ostonani yutgash Saydali olibning kallasiga hozirlik kelgan xiyol emas edi. U Malay suyarda bosh amir bo'lib turgan 10 yildan beri tavallikidagi har qaysi viloyatlarga oz deganda bir qitimdan, ko'p deganda 3-4 qitimdan borgan. Necha oylab turgan edi. Turpan bilan Oqsu, Qashqar, Yorkentning suv, havo, tuproq sharoitini selishtirib, bu shaharlardan birini tanlab Mo'g'ulistonning ostonasi qilish xiyoliga kelgan edi. Agar Xotan, Charchan, Oltintog' vodisida to'polon bo'lmagan bo'lsa, bundan 2-3 yil burunla Turpanga berib, bu xiyolini Sulton Isanbug'a xonga, tog'isi Ulusbegi Mir Muhammad Shohga, qiynonasi Sulton Xotunga hamda o'rdadagi barliq amirlarga aytgan, hatto ularni qoyil qilgan bo'ladi. Bu chaqlarda Temur Boqubekning teg'i o'rdada Sulton Isanbug'a xonning oldida buncha cho'ng ta'siri yo'q edi. Ancha-muncha ta'siri bor degandimi, Saydali olibning gapini yiranmaydi. Sulton Isanbug'a xonmi Saydali olibning og'ziga qaraydi. Hozir bo'lsa, bu ishni vujudga chiqarmoq ancha oson emas edi. Amdilikda Saydali olib ostonani yutgash uchun Sulton Isanbug'a xonni, tog'isi Ulusbegi Mir Muhammad Shohni, qiynonasi Sulton Xotunni emas, o'rdadagi muhim huquqlarni qo'lga kirgizib olgan xonning qiynotisi bo'lmish Temur Boqubekni qoyil qilishi kerak edi. Saydali olibning bugungi kunda oshu chupranda amirning og'ziga qaraydigan bo'lib qolganligini his qilib, ichi ochiq bo'lib ketdi. Acaba u mushundoq oqibatga qelish uchun xonnish Davlat Sulton Malikini ranjitgan,
cho'ng xonzoda Yunusxonni toji taxtdan mahrum qilgan, hayotining xavf uchursiga qaramay, ig'ir ayol bilan kor bo'lmay, Qashqarni qaytarib olish uchun jang qilgan bo'lg'ilmidi? Oshuncha ular to'lagan badallarning mukofoti mushi bo'ldimi endi? Saydali Olibning darhol Turpanga lashkar tortib borgusi, munofiq Amir Temur Boqubekni tutib yasoqqa tortib, qilgan tafriqchiligini burnidan buloq qilib chiqarg'isi keldi. Lekin qo'lida tuzuk lashkarning yo'qligini, Temur Boqubekning bo'lsa o'rnini olqiniga elib olganligini, Sulton Eson Bug'axonning bo'lsa o'zini emas, Temur Boqubekni qo'llaydiganligini esiga elib, niyatidan yenishqa, ochiqqa hoy berishga majbur bo'ldi. U yengildaklik qilsa bo'lmaydi. Ikki qismda qirg'inchilik yuz bersa, el-yurtda muqimsizlik kelib chiqadi. Har qaysi viloyatlardagi amirlar bosh-boshliqlik qiladi. Yomoniga kelsa, saltanat parchalanganini oz deb, o'zi xonga osiylik qildi degan baknomga qoladi. O'zi xonga osiylik qildi degan baknomga qoladi. Sabr qilmoq kerak. Sabr qilsang o'rdan holga pishidi deb degan ota bo'ldi. Qaramliq qilmay, aql bilan, tadbir bilan ish kerak. Temur Boqubek allaqachon xon oliylariga qiynatib bo'ldi. U ashu sherin kunlarning ta'min tetig'ash tursin. Uni cho'chitib qo'ymaslik kerak. O'rdadagi boshqa amirlarning o'y xiyoli qandaqroq ekan. Ostona hokimi Mirkarim Bardibek, Jazo divonining amiri Haqbardi Mirzo, Ostona qozi kaloni Sulaymon Xo'ja, ya'ni tek o'rda yasovul amiri Abduxoliq Mirzo qatorliq beglar vijdonli kishilar edi. Ular o'zlarini Temur Boqubekning qo'yniga otganmidi? Ular o'zlarini Temur Boqubekning qo'yniga otmagandi. Shularga ishonsam qandoq bo'lar? To'lig'am qilmay, agal ular bilan xufiyan aloqalashib ko'ray. O'y xiyolimiz bir yerdan chiqib qolsa, men bilan ko'maklashishga ro'y bo'lsa, muvofiq chora amal izlaydi. Temur Boqubekning adabini tuydirmay beraylik. Ishlar o'ngishli bo'lib, muddaimiz amalga oshib qolsa, Ostonani ko'chirib kelamiz. U chog'da xon oliylarining yenidan yer bo'lmay, saltanatga mulozimlik qilarman. Aslida go'dak tentak xonni o'rnida undaq yolg'iz tashlab qo'ymaydigan gapkan. Bu yerda yolg'iz xiyol surib qaptilg'u ota. O'g'li Soniz Mirzaning ovozi Saydali Olibning xiyolini uzib qo'ydi. 10-11 yoshlarning qorasini olgan Soniz Mirzaning chiroyli emas, bo'y bastimi dodisini tatgan bo'lib, qarmoqqa 14-15 yoshli yigitlardek ko'rinadi. Izohatni o'qib o'tay. Olga Turpan shivisida holva degan so'z. Qozi kalon deganimiz bosh qozi debdi izohatda. Ishlari bormidi o'g'lim? Tunugun ko'klanpasli oxirlash bo'g'icha bir qitim o'g'ab chiqman degandil-g'u. Saydali olib tunugun o'g'liga o'g'i ab chiqishga va'da berib qo'yganligini esiga elib kulimsirdi. Xotirjam bo'slar, o'g'i cho'qim chiqimiz. Madrasada atganlardan ta'lim olmay bu yerga kelyapti-g'u. Atga ham ustoz, ham qo'g'dug'uchi degan bo'ladi debdi izohatda. Validam sizlarni tomoqqa kelamdikan so'rab baqsizlar degan edi. Xeylidan beri cho'ng og'acha Uz Sulton xonimdan ustunlik talashadigan bo'lib olgan kichik og'acha Bibi Oyat xonim hadislar o'g'li Soniz Mirza orqali Saydali Olibni o'zining qasriga chaqirtib oldigan bo'lib qolgan edi. Bugun u Saydali Olibning tushlik tomoqqa cho'ng og'achining qasriga ketib qolishdan ansirab, olaydan o'g'lini avatgan edi. Saydali Olib bo'lsa, kichik og'asining bu hiylesini bilmaydi. Yurishlamsa dedi Saydali Olib o'g'lining to'lisidan tutib. Enalari Muhammad Haydar Mirza madrasada qolgan o'xshamamdi. Burniroq qaytganmikin ko'midim. Enalari bilan korlar bo'lmas qandoq bo'ladi? Bundan keyin enalardan xabar elib qo'ysizlar. U o'zlar bilan o'ynashga bak amroq.
Yo'q, kitob o'qishga bakrak amroq, dedi Soniz Mirzo bolalarcha go'daklik bilan. Mahorat mashq qilsak, yengilib qolsa ushuqlik qiladi texi. Seydali olib o'g'lining javobidan huzurlanib kuldi. O'zlar og'i bo'lgandikan yo'l qo'ysilar. O'tganda komandozlikda baslashib yengilib qoptikanlar. Kutishgan narsani bermabdilar-ku. Soniz Mirzo xijil bo'lib qizardi. Umu bir qaytim va'dasida turmagan. Şunu məmur vədisində turmuş qandaq bolduğanlığını bildirib qoyay dedim. Əməliyyatda mənmi inimə amraq, başqalarmı ağı ini bir qəsirdə turdu ikən, billi yetib qopudu ikən. Mənmi inim bilan billi tursam deyman. Oğlunun axırqı gəpləri Seydali Alıbның yürəkiga berib təydi. O, oğlunun bundaq arzusunun barlığını xiyalına keltirib baxmagan idi. Seydali olib Qashqarni olgandan keyin ikki og'ichisini Oqsudan olib kelib olgan edi. Bibi Oyat xonim Qashqarga kelgandan keyin Seydali olibning to'li beshini og'ritib, o'g'lini cho'ng og'ichi Sulton Malikining qasridan o'zining qasriga qaytarib kelib olgan edi. Shundan beri ikki Amirzoda ikki qasrdagi onalarining qishida turib o'tadi. Bu darbini nemish o'ylamagandim. Ular ayrim qasrda turgandan bir qasrda bir uyda cho'ng bo'lsa yaxshi emasmi? Billi yetib qopib, billi g'izolansa, og'i inilik mehri texmi kuchaydi. Bir-biriga texmi ijil bo'ladi. O'z vaqtida cho'ng og'chi Sulton Malikim mushundaq deb ikki bolani bir yerda boqqan edi. Biroq kichik og'chi Bibi Oyat xonim o'g'limni seg'inib ketayotganman, yolg'izsirab qoldikanman, hamma odamlar bolasi endi o'ynab yursa, mening yo'q deb norozi bo'lg'achqa ona bolani ayirib etmaydigan ekan. Bulam yigit bo'lib qolay dedi. Endi onasining atrofida beqarab yuravermasin. Har ikkilisini onasidan tangli ayirib etay. Haramning sirtidan ayrim turalg'i hozirlab beray. Bundan keyin onasining qishida emas, ustozlarining qishida jiqroq tursin. Jangbozlik mahoratiga pishsin. Bo'ladi o'g'lim. Bugundan qoldirmay ikkilariga ayrim turalg'i tayyorlab beray. Lekin meningmi bir shartim bor. Etsila, dedi Soniz Mirzo dadasining qandoq shart qo'ydiganligiga qiziqib. Ayrim turalg'ida turgandan keyin validalari bilan haftada bir qitimli ko'rishidilar. Undan boshqa vaqtlarda atganlarning tarbiyasida bo'ladilar. Pat-pat lashkargohga opirman texi. Soniz Mirzoning ko'zlari xushallikdan chaqnab ketdi. Bek yaxshi bo'ldi. Mening lashkar bo'g'im bor edi. Seydali olib, hozir kulganlar bilan lashkarlikning jafosini pat yaqinda bilib qoladilar deganni xiyoldan o'tkazib, miyqida kulib qo'ydi. Iroq. Buyuk istilochi Amir Temur zamonasida selinishga boshlagan Shahrukxon davriga kelganda voyaga yetgan bir-biridan hashamatlik imoratlar Iroq shahrini Iroq va Markaziy Osiyodagi har qanday shaharlardan saltanatlik, hashamatlik, jalbkor ko'rsatdi. Xoqoni Said Shahrukxonning ordusini hayvatligi, ko'rkamligi va hashamatlikligi bilan Iroq shahridagi oshiq katta imoratlarning gultoji deyishga bo'ladi. Ordida cho'risiga har xil shakldagi tosh yotqizilgan, lip-milip suv qachilangan ko'llar qadamda ko'zga chiliqadi. Süp-süzük suvlar shildirlab eqib turgan agri-bugri tosh eriqlar bu ko'llarni bir-biriga tutashtirib turadi. Eriq ko'l bo'ylariga tikilgan shamshod, chinor va allaqandoq manzara daraxtlari büyük baraqsan oynagan bo'lib, ko'llarning oraliqiga yasalgan 4 va 6 to'riqlik guldor naqshlik, cho'risi salasulliq ravoqlar oshi ko'kka bo'y so'zgan qadang daraxtlarning orasida g'ilpal ko'zga chiliqadi. Ravoqlar bilan ravoqlarning oraliqiga, eriq bo'ylariga yasalgan yo'llarning yerimiga chosiqishlar yotqizilgan, yerimga pokiz daryo qumlari to'kilgan bo'lib, bu qumlarda yalangoyoq mansa bek murohatlik edi. To'z, to'yga qushi, g'oz, kaklik, bug'a, kiyik, maymun, pil qatorliq hayvonlar daxli tarussiz bahramon yurishadi. Dal daraxtlarning shoxlariga qo'nib olgan turli qushlarning yiqimliq ovozi o'rnini chong keltirgan edi.
Rang-rang gül belgilerinde kepinekler usul oynaydı. Orduning Kaskay tarafidagi peshayvonlik divanxonalarning o'ttirsiga joylashgan 3 qavatlik shohnishining oltin yaltilgan haybatlik gumbazlari quyosh nurida volildab ko'zni qamashtiradi. Hashamatligiga qaramay, kishiga surlik tuyg'u beradigan shohnishining orqa tarafidagi egiz tomlar bilan qo'rsalgan haramning 2 qavatlik qasrlari sirliq yusinda ko'zga cheliqadi. Şahnişinin birinci qavatidagi birli vaqtda 300 kishi bemalol sig'adigan qubulxonaning tam to'g'risidagi gul nusxalari naqshlarga oltindan hal berilgan edi. Tamlardagi növay, oyuq, tekstilarga Hindiston, Parang, Bag'dod, Damashq, shundaqla Samarqand, Buxoro, Andijon, Toshkent, Qashqar, Xotan, Turpan hunarvanlarining qo'lida yasalgan turli oltin, kumush, mis, qosh teshi, sopol farfur buyumlar tizilgan edi. Tamlarga esib qo'yilgan yo'lvoz, shir, eyiq, qoplan, yilpiz terileri Shohrux Mirzoning shuhratini namoyon qilib turadi. Saroyning to'rt tarafiga intayin nafs to'qilgan ma'ruza bilan Amir Temur Ko'raganning rasmi esib qo'yilgan edi. Ma'ruza she'r yoki Qur'on oyatlari tushirib to'qilgan gilam deb izohatdi. Farosatlik rassom bu buyuk istilochining siymosini yaratganda uning jismoniy aybini ustuliq bilan yo'shirib, oqsaydigan qisqa putini bir tal toshga dastab turib, yiroqlarga nazar silayotgandek qiyofatda sizgan bo'lib, qarmoqqa Amir Temur hayotdek shohnishinga sovuq nazar tashlab turgandek tuyg'u beradi. Oltin taxtda o'ziga hukmdorlarga xos salobat berishga tirishib o'ltirgan Shohrux qiyirib, biroz mukchayib qolgan bo'lib, uchsidagi har xil rangdagi tur javohiratlardan ko'z qo'yilgan oltin kamar bog'lab olgan shohona to'ni o'rxlab biroz vijiklab qolgandek ko'ringan gavdasiga sal cho'nkib qolgan edi. Shohruxxonning yanida o'tirgan xonish Guharshod begim behmi takabbur ko'rinadi. Quloq, bo'yin, belak, barmoqlarga va kiyim-kechaklarga osgan turli oltin, guhar, la'l, muncha marvoyit bezaklarning to'liligidan qaragan kishining ko'zi ola chekman bo'lib ketadi. Töven tarafda o'ltirishgan amirlar vaqtsiz shohnishinga chaqirtilishining sababini bilishga tirishib, ko'zlarini Shohruxxonning qiyirliq dog'lari ro'shan ko'rinib turgan sarg'ush chiroyiga tikishgan edi. 9 paylik shohsupining oldida Shohruxxonning suyimlik ikki navrasi Xonzoda Abdullatifxon bilan Xonzoda Alauddavla qo'l bog'lashguncha o'ri turishadi. Ularning kaynida bir qadam orliq qoldirib, Mo'g'uliston xoni marhum Sulton Uyazxonning cho'ng xonzodasi Yunusxon qo'l bog'liqnicha beshini tuvan silib turadi. Cho'ng 30 yoshlarning, kichik 23-24 yoshlarning qarasini olgan bu yigitlarning bo'ybasti ancha farqlanib ketmaydi. Bularni bundan 12 yil burun Shohruxxon Hirotdagi mashhur olim, tarixchi Mavlona Sharafiddin Ali Yazdiga shogirdlik bergan bo'lib, ham savoqlardan edi. Mavlona Sharafiddin Ali Yazdining o'limiga 3 oy bo'lib qolay degan bugungi kunda xonning nima uchun tuyuqsiz huzuriga chaqirganligini bilmagan yigitlarning qallasida turli tuman xiyollar agitdi. Shohruxxon qaldi yutilib qo'yib eg'iz ochdi. Uning ovozi g'oz-g'oz hansayib chiqadi. Janobi farzandlarni chaqirtishimdagi muddaim shuki, ustoz Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi hazratlari Janobi Haqning dargohiga ketganigimi xeyli vaqt bo'lib qoldi. Bundan 12 yil muqaddam sizlarni ul ilm huddisining dargohiga hem olim, hem omil, ya'ni insoniy komillik darajasiga yetib, fazilat o'rgansin degan muddo bilan ibargan edik. Ilm huddisi ilmga huddigarlik qilg'uchi, omil amal qilg'uchi degan bo'ladi deb izohatdi. Vallahi bugungi kunga kelganda ul jannat makon ustozning tarbiyasida ilm fazilat o'rganib, garchi insoniy komillik darajasiga yetmasanglarmi,
oz to'la aql o'rgandinglar. Tarbiya aqlni vujudga keltirgisidir. Albatta, ul ilm huddisining tarbiyasida aql bulqonlar ichildi. Oq qorini, yaxshi yomonni ayirganligidek, al-ra'iyatning g'imini yeb, saltanat ishlarini adl adolat bilan bartaraf qilaligidek bo'ldinglar. Men bo'lsam qeridim. Janobi Haqqa omonatni topshiradigan vaqtlarim yaqinlashib qoldi. Chunki insonning hayoti birdamlik vaqtning ilkida turadi. Vaqt soati kelganda borliq yo'qlikqa o'rin beradi. Dunyo azaldan ota-bobolarning izini farzandlar besish bilan ovotlashib kelgandir. Ushbu vajidan ko'zimning ochiq vaqtida sizlar kim jigarlarimning saltanat ishlariga orilishib, yurtdorchilik tizginini tutquninglarni ko'rsam degan umiddiman. Kishi suvga kirmay turib, daryoning cho'nqurligini, qaynam iqinlarining hayvatini bilmas. Sizlarni o'zim bilib, bir qancha mansabga tayin etdim. Cho'ng kichik, yuqori tuvan deb ayirib yurmay, ol mansablarning huddisidan chiqqaysizlar. Shahruxxon gapini to'xtatib, bir chetda o'ri turgan muhrdori o'rda farmonchisiga qarab qo'ydi. Xonning maqsadini tushungan muhrdor bir qadam oldiga chiqib gelini qirdi. Xonzoda Abdullatif Mirzo, Xonzoda Alovuddavla Mirzo, hamda Yunusbek yorliq topshirib og'ay. Uch yigit qo'sh tegnicha beshinib texmi bakrak egdi. Büyük Xurason, Mavara-un-Nahir va Farg'ona tasarrufining yagona posiboni, Xoqoni Said Shohruxxon oliylaridan farmon. Xonzoda Abdullatif Mirzoga amirlik martabasi berilib, noib xonliqqa tayin etilgan. Xonzoda Alovuddavla Mirzoga amirlik martabasi berilib, ixtiyoridan qal'asining hokimligiga tayin etilgan. Mo'g'uliston xonzodasi Yunusbekka ishkilik martabasi berilib, Xonzoda Abdullatif Mirzoga ko'ngildosh bo'lg'ay. Ko'ngildosh xos maslahatchi deb izohatdi. Qibligahimizning iltifotiga minglarcha tasanno. Uch yigit qo'llarini ko'krikiga olgunicha minnatdorlik bildirdi. Chiroyida olamcha xushalliq jilva qilgan Xonzoda Abdullatif Mirzo beshini ko'tarib, taxtning yenida o'ltirgan mo'misi Go'harsat begimga qarab, yiqimliq tabassum qildi. Bayotdan beri sovuq nazar tashlab o'ltirgan Go'harsat begim navrisining chiroyiga qarab sus kulimsirdi. Shu topda uning texi jazibasini yo'qotmagan qora ko'zlarida rozimanlik nurlari balqiydi. U yana bir navrisiga yorliqni anglab chiroy totirib ketgan Xonzoda Alovuddavla Mirzoga qarabmi qo'ymadi. Herat taxtigohi aslida Xonzoda Alovuddavlaning nesivasi bo'lib, uning noibxonlik martabasi xeyli burunla muqimlashib bo'lgan edi. Chunki Shohrux Mirzo o'z vaqtida cho'ng o'g'li Mirzo Ulug'bekka Mavara-un-Nahir saltanatini berib, Samarqandga noibxon qilib avatgan vaqtida yana bir o'g'li Boysungur Mirzoga tasalli berib, navrisi Alovuddavlaga Herat taxtigohini berishni va'da qilgan va bu muddasini o'rdada jokorlab etgan edi. Chunki Xonzoda Abdullatif xon Amon bir kuni dadasi Mirzo Ulug'bekning o'rniga noibxon bo'lib, Mavara-un-Nahir taxtida o'ltiradi. Bundan cho'ng xonish Go'harsat begimning albatta xabari bor edi. Biroq buyuk istilochi Amir Temur Sohib Qiramning o'limidan keyin Shohrux Mirzo ot saltanatiga varislik qilib taxtga chiqishi hamon xonishlik martabasiga erishgan Go'harsat begim hokimiyat ishlariga aralashishga boshladi. Shohrux Mirzo uni cheklabmi boqdi. Biroq Go'harsat begim go'yi beshanlik bilan g'alaba qilsa,
gohi noz karashmalari bilan ta'sir ko'rsatib Shohrux Mirzoni degan yerga keltirdi. Buningga norozi bo'lgan bir qism amirlar Shohrux Mirzoning qig'ini hisob, Guharsat begimning degini hisob deb gap tepib olgan edi. Nomda Shohrux Mirzo xoqon bo'lgani bilan amaliyotda hamma ishlar Guharsat begimning deginidek bo'ladi. Mavara Unnahir saltanatini o'ngchi so'rayotgan o'g'li Mirzo Ulug'bey onasi Guharsat begimning Hirotda turib tushirgan buyrug'iga ancha parvo qilib ketmadi. Shu sababli Guharsat begim Mirzo Ulug'beyni yomon ko'radi. O'g'liga bo'lgan adovat sababidan navrisi Abdullatif Mirzoni ancha yoqtirmaydi. Shunga Shohrux-xonning navri xonzodasi Alauddavlaga Hirot taxtigohini va'da qilgan vaqtida Guharsat begim qarshi fikrda bo'lmagan edi. Keyin 3-o'g'li Boysungur Mirzoga bo'lgan kichkina ko'ngil og'riqi sababidan g'ovg'a ko'tarib, Söymlik navrisi Alauddavlani chetga qiqishga, yomonlashga boshladi-da, Noyib xonning o'rnini almashtirish qasdiga tushib, Mirzo Ulug'bekka bo'lgan adovati sababidan xelidan beri ancha kori bo'lmay kelgan navrisi Abdullatif Mirzoga birdanla mehribonlik ko'rsatishga boshladi. Oxirgi hisobda Guharsat begim deginini qilib, Xonzoda Alauddavlaning o'rniga Xonzoda Abdullatifni Hirotning noyib xonligiga tayinlatkizgan edi. Guharsat begimning hakavur, xuyluk, gepining tutami yo'q, bag'ri qattiq, o'z beshimchi ayol ekanligi, yeli o'g'illar bilan Shohrux Mirzo o'ttirsida adovat paydo qilib yuradiganligi, shundaqla yoshlanib kasalman bo'lib qolgan Shohrux Mirzoning bu ayoliga ziyoda yo'l qo'ydiganligi barliq amirlarga ayon edi. Shu sababdan amirlar uning tishiga tegib qolishdan, uni ranjitib qo'yishdan xuddi yo'lvosdan hazar aylagandek hazar aylaydi. Shunga hozir sababsizla Noyib xonning olmishib qolganligiga ko'nglida norozilik bo'lsa-mu, hech kim tish yerib ikki qiz gap qilishga petinolmay jim turishdi. Xazinam bor, martabam bor, gapim, hukmim hamma yerda o'tadi deb zinhor mag'rurlanmag'aysizlar, dedi Shohrux-xon jimjitlikni buzib. İnsan o'xshashli Allohning bandasi bo'lsin-u, lekin fanidagi martabalari o'xshash emasdir. Ammo mansab martabamizni past qilib, zinhor kerilgilik emas. Chunki kerilish kibr paydo qilar. Kibr kechirgisiz eg'ir gunohdir. Chunki o'lim darvozasidan kirganimizda yanada barobar bo'lamiz. Bu 5 kunlik saltanat mangulik emasdir. Kimdi-kim bu 5 kunlik dunyoda ziyoda martaba mansabga ko'ngil berib, mol dunyo, aysh ishrat vasvasasida o'zini omu-xosning ohuzori bilan o'rtisa, adl adolatni poyxon qilsa, uning avlodlarimi zulmlar bilan jahonni o'rtaydi. Kishining martaba mansabi mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, o'ziga adl adolatni hamroh qilsa, betahqiqki 8 jannatning ochqichini qo'liga olgan bo'ladi. Yuziga Janobi Allohning rahmat eshiklari ochiladi. Chunki bir kunlik adl adolat 60 yillik ibodatga barobardir. İnson shundoq yashamoqi kerakki, o'lgandan keyinmi kishilar xayr bilan yod etadigan, kaynidan la'natlamaydigan bo'lsin. Shu topda Shohrux-xon bu gaplar orqali navrisi Abdullatif Mirzoga nasihat qilayotganligini yoki noroziligini ifodalab, ko'msha tortib turgan navrisi Alauddavla Mirzoning ko'nglini yasayotganligini bilgili bo'lmaydi. Babayı buzruk aliylarının kalamını yadımda saklayman, dedi Xonzoda Abdullatif Mirzo xushxuyluk bilan. Ammo Xonzoda Alauddavla zuvan sürmedi. Shu topda uning qattiq norozi bo'lganligi chiroyidan belinib qolgan edi. Xonish Guharsat begim uningga qarab adovat bilan birini olaygandan keyin tumshqini so'zib ta'tir qarab oldi.
Nəvrisining rənjişinin səbəbini düşəngan Şahrux Mirza'nın vücudunu xıcıllıq çolğulagan idi. U ko'zini nəvrisi Alaüddavladan elib qaçib, orada ishik ağzıga lappada qarab qo'ydi. İş-güç bolsa dаңla, bo'lmasa yeninglar, dedi xonning majlisini oxirlashtirib, muddasini tushungan orada ishik ağzı. Shafoatli qibligahimga 2 g'iz arzim bor edi, dedi Yunusxon beshini tuvan egib. İcazat, dedi Shohruxxon. Kamina mulozimlari jahon adolatining nuri to'kilgan ushbu dargohga qadam keltirgandan beri janobi qibligahimning otalarcha mehribonligining soyasida Cennet makan ustazım Mevlana Şerafiddin Ali Yazdi Hazretlerining tarbiyasiga musharraf bo'lib, aqlu qonun o'rgangan bo'lsam-mu, texi bilganlarim mukammal emasdir. Ushbu boisdan olam panoh xon oliylarining kamina kam aql mulozimining yana bir mazgil ilm tahsil qilishiga ijozat berishini tuvanchilik bilan so'rayman. Aqlu qonun ilm fanning yig'indisi degan bo'ladi, debdi izohat. Shohruxxon qapqini turdi. Farmonimga sarkashlik qilmoqchimisiz? Yo'qsa, dedi Yunusxon bir dilla jiddiylashib. Haddim emas. Biroq kaminalar yosh. İşkilik mərtəbəsiga layiqim yoxdur. Şundaqla ko'ngildoshlikning huddidan chiqa olishimga ishonchim yo'qdir. So'ng kichikina bir savallik o'tkazib qo'ysam, muborak nazarlardan tushib, osiy bo'lib ketmay dedim. Uning ustiga on hazratimning dargohida qalam va alam mahoratida kamolat yetgan fozillar ko'pdir. Puxta ilm izlab, har jihatdan o'zimni takomillashtirmayli xizmatga mashg'ul bo'lsam, ular oldida zinhor izzat e'tiborim bo'lmas. Yunusxonning 12 yil hamsavoq bo'lgan badqiliq, oyosiz, akavur, Mamadan Xonzoda Abdullatif Mirza bilan faqatli xushi yo'q edi. Uning hadis ota-bobolarining taxt saltanatini pash qilib, o'zini cho'ng tutadiganligi, kunlarini aysh-ishrat, kayf safo bilan o'tkazadiganligini, kelgusida jahonni so'raydigan xonu xaqon bo'ladiganligi haqida lab urdiganligini, ammo ustozi Mavlona Sharafiddin Ali Yazdini hurmat qilmay, bergan savoqlariga ko'ngil qo'ymay, yolg'on so'zlab, savoq ilishdan qechib yurishlarini yaratmaydi. Yana bir tarafdan Shiroz, Bag'dod qatorliq katta shaharlardagi ilm dargohlariga berib, ilm tahsil qilib, bilimini texnik mukammallashtirish orzusi bor edi. Shohruxxon navrisi Abdullatif Mirzani obdan tushunadi. 12 yil hamsavoq bo'libmi, navrisiga Yunusxonning ozroqmi bo'lsa fazilati yo'qmaganligidan afsuslanadi. Uning Yunusxonni Abdullatif Mirzaga ko'ngildosh qilib qo'yishidimi, yanada bu navrisiga Yunusxonning fazilati oz to'l yo'qib qolishini ta'min qilgan edi. U Yunusxonning o'rinliq sabablari oldida nima deyishni bilolmay turib qoldi. Xolimisi zo'rlash behojat, dedi Xonish Go'harshat begim Yunusxonni yaratmagandek chiroyini purishtirib. Aslida u sahrolik mo'g'ulning pushtini Xonzodamga ko'ngildosh bo'lishga loyiq ko'rmaganman. Yunusxon gadiniga qizardi. Levini qattiq tishlaganicha beshini texmi bek egdi. Ijozat, tarqalsinlar, dedi Shohruxxon. Bu uning Yunusxonning iltimosig'imi, o'rdadan amirlarning yenishiga ijozat bergani edi. O'rdadan yenib chiqqan Yunusxon qushdek yengillab qoldi. Herot shahridagi ustozi Sharafiddin Ali Yazdi qasriga yaqin mahalladan ijara olgan xilvat kulbisi tarafga ketib etib, cho'nqur xiyollarga asir bo'ldi. Ustozi Sharafiddin Ali Yazdi vafot bo'lgandan keyin fursat tepib Shohruxxondan ijozat kelib, Bag'dod, Shiroz qatorliq shaharlarga berib, davomli ilm o'rganish bilan mashg'ul bo'lish yoki Iroq, Turkistonga berib, ayrılğılı 12 yıl bo'lgan mehribon onasini yo'qlash xiyoli uni yaqindan beri qiynab kelyotdi. U onasi Davlat Sulton Malikini bakli seg'ingan edi. Har qatim onasini esiga olganida Turkistonga qushdek uchib borg'isi, o'zini onasining bag'riga otqisi keladi. Lekin busi Amir Shayx Nuriddinni ko'z oldiga keltirsa, Turkistonga berish niyatidan yoltiyib qoladi.
u o'zining Samarqandga kelib Mirza Ulug'bekka tutqun bo'lishini, Turpandan sadoqatmanligini bildirib, zo'r umid ishonch bilan orqasidan agishib kelgan 3000 ga yaqin gunohsiz qarindoshlarining Samarqandda Miranshah Do'rg'i tarafidan qirilib, xon vayron bo'lib ketishini oshu buvisidan ko'radi. Bovam Turpanga lashkar tortib berishimga qo'shilmagan taqdirdimi, yanada ib qolgan bo'lsa, o'zining manfaati uchun meni do'g'i tikib Mirza Ulug'bekning dargohiga avatmagan bo'lsa, bundaq fojia yuz bermaydi. Men bu yetimlikning, sarsonlikning azobini tortmagan bo'lardim. Mo'g'uliston saltanatini qo'lga olishning boshqa bir amali tepilib qoladi deb o'ylaydi. Onun yürüyüşünün çoğunqur yerida kunlarning birida Moğoliston saltanatini qo'liga olib, taxtda o'ltirish orzusi ilmi bor edi. Lekin bu orzusini quruq xiyolga tayanib amalga oshirg'ili bo'lmaydiganligini, bo'lsa Amir Shayx Nuriddin uni taxtni tortib olishga kuch ko'rgani bilan, ilkidagi laskariy kuchni bu ishga sarf qilishni xohlamaydiganligini bilib qolgan edi. Şunu o Heratga kelgandan keyin bu xiyollarni vaqtincha unutib, ilm o'rganish niyatiga kelgan edi. O aşçaqda Mirza Ulug'bekdan taxt saltanatni ep berish to'g'riliq olgan va'dasini har qitim esiga olganida go'daklik qilganligidan xijil bo'ladi. Mirza Ulug'bekka bog'lagan umidini allaqachon o'zgan edi. Hozirmi shu ish yodidan kechib, xijillik bilan kulimsiradi. Shu chaqda ajabmi go'daklik qilgan ekanman. Men Mirza Ulug'bekning nemisi edim? Aqlsizligimdan ota miros taxtigohimni elishni shuncha oson chalgan ekanman. Allah xohlasa, Mirza Ulug'bekning yordamisiz-mi bu ishni cho'qim vujudga chiqaraman. Assalomu alaykum. Eshik tubida o'tirgan yo'chun ikki odamning tuyuqsiz lo'ngda o'rnidan turib salom berishi xiyolga asir bo'lgan Yunusxonni cho'chitibdi. Va alaykum assalom. Dedi u notanish kishilarga gumon bilan qarab. Kak soqol kishi ehtirom bilan so'radi. O'zlari Yunusxon bo'lamdilar. Shundoq, dedi Yunusxon. Xudoga shukr, oxir topdik. Dedi yana bir ko'z chiroy kishi va darhol qo'l bog'lab hurmat bildirdi. Kamina mulozimlardan xonzoda oliylariga ehtirom bo'lgan. Yunusxon anlamag'ili uzun yillar bo'lgan bu hurmat so'zini anglab bir qismli bo'lib qoldi. Heratga kelgan 12 yildan beri hech kim uningga bundoq ehtirom bildirib boqmagan edi. O'zlari kim bo'ladilar? Dedi u yo'chin ikki kishiga qarab. Kaminalari Turpandan keldim, dedi ko'z chiroy kishi. Xonzoda oliylariga topshirilgan muhim bir maktub bor. Kaminalari Turkistondan keldim. Validalari Davlat Sulton Malika salom etdi, dedi kak soqol kishi. Ko'z chiroy kishini Turpan shahrining hokimi Mirkarim Bardi bek Yunusxonni izlab tepishga avatgan edi. Kak soqol kishi bo'lsa Turkistondan unga hamroh bo'lib kelgan edi. Onasining ismini anglash bilan Yunusxonning vujudiga gurrida bir illiq sezim tortdi. Onasining singillarining ahvolini so'rg'isi bo'lsa-mu, eshik oldida gap so'rashni biyab ko'rdi. Qani, uyga kiraylik, dedi u eshikni ochib. Mehmonlar Yunusxonni dostxonasiga qilib qo'ymadi. Heratga izlab kelishdagi muddalarni bildirib, qo'yinlaridagi maktubni elib uzatdi. Yunusxon avval onasining xatini elib o'qidi. Xatni o'qib bo'lguncha kirpiklari namlashdi. Ko'zimning oqi ham qarisi, yurak borim, jigirim, orzu armonim salomat turdilim. Bir yildan beri xat xabarlarini ololmay bekmi andish qildim. Bizdan ansirmisinlar. Xudoga shukr, biz tinch amon turyapmiz. O'tgan yili kuzda kichik singillar Bibi Oltinxonimni yotliq qildik. Kuyovsi bilan o'bdan chiqishib qoldi. Cho'ng singillari bu qitim paqlandek bir o'g'il yangidi. Uni ko'rsak o'zlarini ko'rgandek bo'layli deb ismini Yunusxon qo'ydik. Maqsadga kelsam, Turpan taxtigohidagi bir qism sadoqatman amirlarning inilari Sulton Eson Bug'axondan ko'ngli qolgan chig'i. Ular o'zlarini Turpanga taklif qilib, Xupiyoni elchi avatibdi. Tafsilotini o'zidan so'rab, avatgan maktubidan o'qib bilib olg'aylar. Demoqchimanki, qanday qilishni, Turpanga berish bo'lmaslikni o'zlari qaror qilsinlar.
Men özlerini bağımsla demeymen. Herhalde akıl bilen hüküm çıkargayla. Fakat şunu ta'kidlayman ki, cennet makam pederlerinin taxtigahini qaytırıp elish arzularını unutup kalmasılar. Bu niyet muddalarına yetişke Allah egem özü medetkar bolgay. Ol Şahruxxan alilerinin dergahida qandaqraq turvatıdılar. Taqibidin azat qilib, erk berish xiyoli bordakmi? Oldingi qitimliq maktublarda ijozat so'rayman degan ekanlar. Ijozat so'radilimi? Özlerini bekme sığındı. Kudretlik Tanrımdan keç gündüz salamet buluşlarını tilep durgucu validelerden tepbilirler. Namı tamam ve salam. Ondan Mirkerim Berdi Bey'nin xetini okuğan Yunus Xan'ın kallısını ziddiyetli xiyallah çolğu aldı. O xetide Yunus Xan'ı xetini tapşırıvagan haman derhal turpanğa qarab yolga çıkışını ötüngen. Sultan İsanbuğa xanның Tömür Boqu bəyinin keyniga kirib, saltanat işləri bilan kari bolmaganlığı, ordadagi əmirlərning onundan qattiq rioya qaytqanlığı, Yunus xan turpan kelish haman ordada o'zgarish qilib, İsanbuğa xanның xonliqini bekor qilib, o'rniga Yunus xanni taxtda o'ltirg'izish niyatiga kelganligini tafsiliy bayon qilgan edi. Yunus xanның vujudini birdinla turpanga berib, dadasining xonliq taxtida o'ltirish orzusi chirmib oldi. Baya Şahruxxanның ordasida Xonzoda Abdullatif Mirzani naib xonliqqa tayinlaganligi haqidagi yorliq jakarlanğanda, o'zining bundan 12 yil burun taxtga varislik qilish huquqining tortib olinganligi esiga kelib, yuragi ichishib ketgan, yuragining cho'nqur yerida ko'milib qolgan Mo'g'uliston taxtida o'ltirish orzusi qaytadan bosh ko'targan edi. Mana kutmagan yerdan Mo'g'uliston amirlari uni taxtda o'ltirg'izish muddasini bildirib, maxfiy elchi avatibdi. Xudoning rahmi kelgan o'xshamamdi. Turpandagi u amirlar uni rostini taxtda o'ltirg'iza oladimi? Enisi İsanbuğa xanning xonliq martabasini bekor qila oladimi? Ajab uni taklif qilgan amirlarning tizimligida Saydali Olibning ismi yo'q-ku. Saydali Olib nim bo'lgandi? U Yunus xonni qo'llarmi yoki yana İsanbuğa xonni qo'llar? İsanbuğa xanni olqiniga elib elib, saltanat ishlariga chotga erib olgan Tömür Boqu bey degan kimdi? Bu amir rostini Saydali Olibdan qudratlikmidi? Mo'g'uliston ordasida Saydali Olibga qarshi chiqarligidek amir yo'q edi-ku. Yoki bu İsanbuğa xanning suiqasdimidi? Yunus xondan xotirjam bo'lolmay, oshundoq usul bilan oldab turpanga olib kelib, nazarband qilishni o'ylashganmidi? To'xta. Bu ishga oldirmaslik kerak. O'z vaqtida o'zini jon dili bilan qo'llagan Irazon barin bilan Mirak turkmanlarning qo'lida bir tuman otliq lashkarlar turib, hech ishni vujudga chiqarolmagan, uni taxtda o'ltirg'izishga amalsiz qolgan tursa. Hozir qo'lida birmi nökir yo'q holatda turpanga borsa, qanchalik ish tavratgili bo'lur? Uni taklif qilgan u amirlarning ordida qanchalik kuch huquqiy ta'siri bor? Buni bilgili bo'lmaydi. Ish qamlashmay qolsa, saltanatga osiylik qilgan, xonga suiqasd qilmoqchi bo'lgan degandek gunohlar bilan jazolanadigan gap. Kollis ketmagandimi? Kollis ketmasimi umrlik mahbusga aylanadi. U chaqda qayta bosh ko'tarishga faqatli fursat qolmaydi. Bundaq cho'ng ishdan oldiraqsonlik, beparvolik, qaltipamlik qilmaslik kerak. Chunki inson oldiraqson, beparvo holatda maqsad manziliga qadam bossa, Alloh bo'lish taqdiridan qechib qutulolmaydi. To'g'ri. Bu hikmatni uning marhum jannat makon ustozi Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi aytgan. Biz yong'oq turayli. Xonzoda oliylar obdan o'ylashyapsizlar. Ati kelib javobini olarmiz. Ko'zi chiroy kishining bu so'zlari bilan Yunus xonning xiyollari bo'linib ketdi. U o'ziga cheksiz hurmat bilan qarab turgan ikki mehmonga yo'l etib qaradi. Ularning chiroyidan kuchli taqozolik chiqib turadi. Yunus xon hali desa, uni hozirli ipmodigandek qiladi. Yunus xon yana tavrinib qoldi. Ko'nglining bir yerlari uni darhol turpanga berishga oldirtadi. Yana bir yerlari, "Hoy, qaramliq qilma, yaxshi o'ylan", deb atadi.
Bayı Xurasan hökümdarı Şahrux Mirza onunğa mücməl icazət bergan bolsunmu, lekin qo'lida rasmiy ijozat yorliqi yo'q edi. Şuna Heratdan xohlagancha ayrılanmaydı. Şahrukxan alilerden icazat yorliq ağılı bulurmu? Nevrisi Xanzade Abdullatif xanın ko'ngildosh bo'lishini rad qilganligidan Şahrukxan ranjiganmidi? Bayqi chiroy ifodasi qarab buni mo'ljallamak tez. Şahrukxan alileri to'limi bag'ri yumshoq odam. Navoda Beharsat begim bir ta'tir cho'glaydigan bo'lsa, Şahrukxan onunğa icazat yorliq berish u yoqda tursin, majburlashdan yanmaydi. Jahonda erkinlikdan ulug' narsa bormidi? Mo'g'uliston taxtigohi rostilla meni kutib turganmidi? Onam xetida ixtiyorini nemishqa o'zimga qo'ygandi? Babay Buzruk Amir Shayx Nuriddin Hazratlari ilkidagi Turkiston lashkarlarini menga berib turami? Nemishqa bu vaqtda aniq uchur bermagandi? Ol Mo'g'uliston amirlari men uchun rostilla jonpiydolik ko'rsatdilarmi? To'g'ri. Ular Enim Sultan Isom Bug'oxondan ranjiganligi, o'rdada yetarlik azizlashga erishamaganligi uchun xonni bekor qilish niyatiga kelib menga hojat bo'lgan. Men orqali Enim Isom Bug'oxonga taqobil turmoqchi bo'lgan. Ularning bu muddasida haqiqatdan ko'ra zaruriyat ko'pdir. Haqiqat ustiga qurilmagan muddaning uli bo'sh, leyxon bo'lib qoladi. Bundaq muddalar uchun qahramonlik ko'rsatish behojat. Garchi qahramonlik yaxshi axloqiy fazilat bo'lsa-mu, uni aql bilan jilolantirish kerak. Xiyim xatarga qarg'ulachi tavakkul qilgandan o'zini tutib olishmi, aql bilan hukm chiqarishmi g'ayyorlik hisoblanadi. Oldirashmislar, javobini hozirlab beray, dedi bir qarorga kelgan Yunusxon. Men Şahrukxan aliylarining ilkidagi odamman. İcazatsiz hech yerga borolmasman. Uning ustiga Mo'g'uliston taxtigohini bir necha amirlar bilan ko'tarilib chiqib so'yib elish mumkin emas. Chunki al ra'yatning nazarida bizga eni qarindosh bo'lmish Isom Bug'oxon haqiqiy taxt posibonidir. Hozircha avom ra'yatning sarkar lashkarlarning qo'llashiga erishish ishonchimiz ham yo'qdir. Navoda ishimiz aplashmay qolsa, yog'i bo'lib, al-yurtga ofat bo'lar. Ol amirlarning bizni yod etganiga ming martaba tasanma. Lekin aldiraqsonlikdan saqlanib, sabr qilmoqlik kerak. Chunki sabrning tegi oltindir. Aldiraqsonlik bilan, birdamlik hayojon bilan hech ish vujudga chiqmas. Vujudga chiqsa-mu mustahkam bo'lmas. Berib ol sadoqat bilan amirlarga so'zimni yetkazsinlar. Puxta hozirlik ko'rgach tursin. Puxta hozirlik ko'rgach, fursat, muvofiq payt kutgay. Uninggacha men bu maqsadlar ustida amal izlayman. Qattiq umidsizlangan elchilar Yunusxonni zo'rlashga amalsiz qoldi. Xonzoda oliylarining g'ayratga kelishini yana bir qatim tavsiya qilaman, dedi ko'z chiroy kishi umidini uzgisi kelmay. Ostona hokimi Mirkarim Bardibek janoblarining ilkida ostona muhofizatiga muvakkal qilingan bir tuman xos lashkar bordir. Ostona hokimi Mirkarim Bardibek janoblarining ilkida ostona muhofizatiga muvakkal qilingan bir tuman xos lashkar bordir. Arikdagi Abduxoliq Mirza farmon bersa, orda yasavullar o'tqa desa o'tqa, so'g'i desa so'g'i kirishdan yanmaydi. Jazo divonining amri Haqbardi Mirza bilan qozi qilan Sulaymon Xo'ja hazratlarining al ra'yat orasida katta obro'yi bordir. Ul amirlar ko'maklashgan yerda oliylarining andish qilishi behojatdir. Muddoimni tushunmabdilar, dedi Yunusxon tamkinlik bilan. Toji taxtni qaytarib olish mening umrlik orzuyimdir. Lekin uni o'rnini taxtni qonga bo'ymay olsam deyman. Toji taxt uchun Mo'g'uliston sarkar lashkarlari o'zaro qirg'in qilishsa, al-yurt malomon bo'ladi. Avom baloyapatga yuzlanadi. Rost, yog'siz, qon to'kmay toji taxtni elish oson vujudga chiqadigan ish emas. Yana kelib, bu bir parcha xat bilan
ул әмірлерінің садақытыға ishonch qilolmayman. Shundaqla Moğolistan'da beripli puttirab tura olishimdan gumonlanaman. Maqsadim bu ishga bek oldirab ketmayli. Oldiraqsonlik bilan ish bitmas. Ул әмірлерінің meni chin yuragidan taxtga ega qilsa bo'lsa, puxta hozirlik ko'gay. O'rik yeyishga oldirab g'o'riysa, eg'izni battam qilur, ishni qamitur, ichini surar. Shunga g'o'rning pishib halol bo'lishini kutmak kerak. Ул chaqda tetigan o'rik sherin bo'lur, tanga zarar qilmas, balki quvvat qilur. Muddaim ayon bo'ldimi ekan? Ayon bo'ldi, oliylari. Dedi ko'si Әмір Yunusxonni qoyil qilolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Amisi yonsunlar. Ул әмірлерге yetkizsunlar. Ishlarni puxta o'rinlashtirg'ay. Zinhor aldiraqsizlik qilmag'ay. Vaqti kelganda oliylarni nerdan izlasak bo'lar? Men hozir Boyovonda shamol uchirib yurgan qamg'aqman. Borar turar dargohimning qaroyi yo'qdir. Ул Mirkarim Bardibek qatorliq janoblarga karvonlar orqali xabar ibergayman. Mumkin bo'lsa nomi bitmagan bo'lsa, dedi ko'zi chiroy kishi. Yunusxon hozircha Turpanga borolmasligiga sababini aniq izohlab, amirlarning yaxshi ko'ngliga rahmat tashakkur bildirib, ularning oldiraqsonlik qilmay puxta tayyorlik ko'rishini, Navoda Shohruxxondan rasmiy ijozat ola olsa, ayrim xabar berdiganligini, uninggacha pat-pat xabarlashib turishini aytib, Mirkarim Bardibekka bir parcha xat yozdi. Ondan keyin onasi Davlat Sulton Malikaga o'ylaganlarini bayon qilib, buvisining laskariy yordamiga erishish ehtimolligining bor yo'qligini so'rab xat yozdi. Ular xatni elib Yunusxon bilan xo'shlashdi. Olmadis jiddiy ish bo'lib qilib, meni izlab Hirotga kelishsizlar. Mushu uyning egisidan derkimni elishqayla. Dedi Yunusxon xo'shlashib edi. Nerda turayotganligimni shularga aytib qo'yaman. Elchilarni uzitib qo'ygan Yunusxon uyda yolg'iz o'tirib cho'nqur xiyolga asir bo'ldi. Bu qitim Turpanga bormay xato qilgandimanmi? Mushuning bilan yaxshi fursat qo'ldan ketib qolarmi? Ma'qul. Ul amirlarga tayinib saltanatni qo'limga oldimmi dey. Ul chaqda hukmim ul amirlarga o'tarmi? Ular ko'rsatgan tuhfalari, bahodirliklari, shafqatlari uchun mendan badal talab qilmasmi? Saltanat ishlarida ularning chiroyi qarab qolmasmanmi? Texi Saydali olibning muddasi noaniq. Navod u norozi bo'lib qolsa, lashkar tortadigan gap. El-yurt nizo yig'iliq patqiqib ketib qolmasmi? Jannat makon otamning taxtini cho'qim olaman. Haqiqiy hukmdorga xos saltanat tushiraman. Kimlarning qo'liga, kimlarning ko'ziga qaramaydigan haqiqiy hukmdor bo'laman. Buning uchun mening navkarlarim bo'lishi kerak. Ul amirlardan albatta foydalanaman. Lekin shart shuki, ular menga shafoatchi emas, sadoqatman navkar bo'lishi, otgan o'qim, siltigan qilichim bo'lishi kerak. Alloh egam o'zi madad qilg'ay. Shohruxxon oliylaridan vaqtincha ijozat elib, Hirotdan kessam bo'ladi. Xonzoda Abdullatif anga ko'ngildosh bo'lishdan Xudoyim panoyida saqlasin. Jannat makon ustozi Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi hazratlarining fazilat nuri yo'qmagan ul badaqliqqa bir umr mulozimlik qilsam, qo'ypaylin hargiz o'zgartirmayman. Bulut osmondan obiy hayot to'ksimi, tol sugatdan hargiz meva tushmaydi. Bo'ri qumushdan ham shikar olg'il bo'lmaydi. Nodonga vaqt zoya qilmaslik kerak. Shohruxxon oliylaridan Turpanga borman deb ijozat elishi mumkin emas. Ilm izlash sababini ko'rsatsamchi. Bu mumkin. Shunday qilay. Ijozat elib Shiroz, Bag'dod, Damashq qatorliq shaharlardagi ilm dargohlariga boray. Ilm shohqimi, gadoyg'imi lozim. Adl adolat bilan yurt so'rash uchun ilmdan ko'proq xabardor bo'lganga yetmaydi. Hurmatli tinglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.